Okay, next one is a boat. Okay, boat. And the tavuşqa diqqat qilinglar. Bu nima? Birisi ikkisi birlashsa o. Okay, o. Tushunami? Boat. Boat emasmi? Boat. Dabanglar? Boat. Nice yaxshi. Boat. Oldingi darsimizda o'rgangan masalan coat, palto, tushunami? Paltoni moshunda o'xshash o talaffuz qilamiz. Boat, coat, qiyiq, qo'lvoq degan gap. Agar ship bo'lgan bo'lsa, u parxod, nima desanglar, ship, tushunami? They have a small boat. Ularningki bir kichik qo'lvoqi bor, bir kichik qiyiqi bor. We can travel by boat. Biz can qila olamiz, yetalaymiz. Travel, sayohat qila olamiz. By orqali yoki shunga chiqib deganga by boat. Demakchi biz qiyiqqa chiqib, qiyiqqa o'tirib, qanday qila olamiz? Sayohat qila olamiz. We can travel by boat. They have a small boat. Deganda kan a boat. A boat deganimiz qiyiq qo'lvoq. Demakchi parax degan ayt yo'g'on keldi shunami? Masalan Titanic deganga o'xshash. Titanic nima desanglar? Paraxod shunami? Titanic. Endi mayarga boat deganimiz nima desanglar? Kichik. Masalan kichik tipdagi qiyiqlarni nima deymiz? Boat deymiz, boat. Okay, boat. Agar mancha ship. Okay. That one is ship. U bo'lsa nima desanglar? Paraxod. Paraxod. Okay, next one is a with. Okay, with. And the so'zdagi th ni talaffuz qilganda alayda diqqat qilinglar. Bu nima th nima? Tilimiz qanday qildi? Aslan qismini ishimiz ishlaydi. Kedinglarmi? With. Okay, and man tarjima qilganman with. Yaxshi. With. Okay, and with deganimiz bilan degan gap, bilan degan gap. Masalan, we are with our teacher now. We are with our teacher now. And bizning o'qituvchi bilan birlamish. Sharga our deganimiz bizning. Our teacher bizning muallim. Demakchi bizning muallim bilan qanday sanlar billah. Masalan, is he playing with his friend? U do'sti bilan o'ynayapti. Is he playing with his friend? U do'sti bilan o'ynayapti. Yaxshi. And the king's chose, arkadaşlar. Can you go along with me? Okay. Can you go along with me? Okay, hamda mera. Can you qila go along with me? Men bilan billa baramsiz. Yoki billa nim qilamsiz shunami? Go along. Billa nim qilmoq. Okay. I agree with you. Okay, hamda mera I agree. Agree deganimiz qo'shilmoq degan gap. I agree with you. Men sizning demakchi men sizning fikringizga, ko'z qarashingizga qo'shilman degan gap. Men bu yo'ldoshning fikri qo'shilman. Tushunami? I agree with you. I agree with him. I agree with her degandekchi. I agree with him. Okay, next one is walk. Okay, this one is walk. Okay, walk. And the walk deganimiz nima desanglar? A walk emasmi? Mangmaq. Amish piyoda mengishni nima deymiz? Walk. Masalan, go for a walk. Go degan bormoq. For uchun. Bir mengish uchun beradi. Demakchi go for a walk degan sayli qilmoq degan gap. Aylanib go for a walk. Sayli qilmoq. Yoki take a walk deymiz, nima? Tabiiy aylanmoq. Walk with somebody. But somebody degan ma'lum bir kishi. Demak ham ma'lum bir kishi bilan mangmoq degan gap. Masalan, we go for a walk in the morning. Biz atdeganda bunda aylanishga chiqdik. Anda piyoda hamda menga yurish, sayli qilish nima? We go for a walk in the morning. Biz atdeganda qanday qilamiz? Bunda mengib chiqaramiz deydi. Masalan, yashandiqlar bor, degan saharda sayli qilib, damag'dan shu go for a walk deymiz. They are walking at the beach. Okay. They are walking. Ular mengavatidi. Ama resimdagilarni nima qildi? They are walking
at the beach. Beach deganimiz nima desanglar dengiz sohili. Ma beach o'qasini aytsak gap ham o. Buni ishlatishga bo'lmaydi. Beach. Beach deganda qiyshinglikda ko'tarilib og'zing kulgandek bo'lish nima? Beach. Beach. Beach deganimiz shu dengiz sohili. Nima degan peyzaj? Va so'zib kelsa. Don't walk. I'm tired. Don't walk. Mang. I'm tired. Men erib ketdi. Hey, don't walk. I'm tired. Tamam. Okay. And about kinks nima desanglar? Aeroplane. Okay, aeroplane. Xo'sh, endi aeroplane deganimiz nima? Aeroplan. Shu Uyg'urcha gap shuni nima? Inglizdan degan. Aeroplane. Nima? Aeroplan. Okay, what about this? This one is ship. Okay. It's a big ship. Okay, ship. Xo'sh, endi ship deganimiz nima desanglar? Paraxod. Paraxod. Uni degan nima desanglar? Sog'lashda oar. Okay, oar. Xo'sh, endi oar deganimiz nima desanglar? Ning ustida yoki shu olqish degan gap, oar. And somebody the airplane is flying over the buildings. And the airplanes, aeroplan is flying over the buildings. And the over the buildings should be an ustidan ushpitodaga. And the sadasmara over bilan on. O'xshashlar ikki ustilar degan gap. Masalan, men qo'lim qaranglar, qo'l qarasanglar, on deganimiz masalan, ma PPT ni tizginak qanaqa qilib o'rsanglar, hozir nima? On the hand. Nima? On the hand. Demak, ikkisining yuzi birisi-birisiga tegishib tursa, on bo'ladi. Tushunarlimi? Agar mana bo'lsa, mana ustida shunami? Demak, ikkilisi tegishmidi. Endi miyara nima desanglar, bo'lma nima desanglar, over the hand. Okay, over the hand. Qo'lning nimalari usti tarafida. Usti tarafida. Xo'sh hamsa, savodashlar, endi bugungi bir hikoyani o'rganamiz. Bu hikoya nima desanglar? Mana shu ko'rikning ustidan mana shu hikoyasi. Xo'sh andaqda avval shu sizlar shu anglash qismini bir anglab o'tgandan keyin undan buni tafsiliy so'zlasak. Lesson 33. A fine day. Listen to the tape, then answer this question. Where is the Jones family? It is a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge. There are some boats on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. The airplane is flying over the river. Okay, finished? Answer. It is a fine day today. Okay, and it is a fine day today. Qana bugun havo intayin qanakan bir yaxshi kun bo'pti. Endi bu yerga it ning ko'rsatgan nima desanglar shu havo rayini ko'rsatadi. It is nima? U bo'lsa, nima bo'lsa shu havo rayi bo'lsa a fine. Again, bu yerga fine deganimiz naydi go'zal, yaxshi degan gap. Fine day. Naydi bir go'zal kun. Demakki yaxshi kun. Today deganimiz bugun, tushunami? Demak, bugun havo intayin yaxshi kun bo'pti. Naydi go'zal kun bo'pti. It's a fine day today. It's a fine day today. Demakki bu havo rayini naydi yaxshi bo'lgan bir kunlikni ifodalaydi. It's a fine day today. It's a fine day today. Demak hamda ko'pincha mush Angliyada qanday ekan desanglar, Angliyada ko'pincha havo asosan bir xil tutuqchi, chunki hamda shimol qutbiga yaqin. Ko'pincha vaqtda yomg'ir yoqqan yoki bulut qo'yganchu. Demak, havo ochiq kunlarda hamda bulut kun yuqar ekan. Shu ham bu yerda masalan toniydigan tonmaydigan odamga it's a fine day today.
Bugün hava acayip güzel oldu, acayip yaxşı oldu deb bir salamlaşır ekan. Şu anda bu bir nima desanglar, şu Angliyadagi salamlash odati ekan. Onu degan andan masalan, mahanzulardan bağ, bular hamda asosliqi ni tushirlama, tufanlama degan gap. Endi sen tamoq yedingmi? Endi bu nima desang, bir ahvol so'rash nimasi. Hargiz menda noqul olda, "Voy sen tamoq yedingmi?" emas, balki shu "Yaxshimisiz? Assalomu alaykum" degandek bir salamlash nimasi. Chunki nima desanglar, endi masalan, madaniyat inqilobi mezgilida bo'lsin, bir archachilik ishlar yuz bergan shunami? Demak, endi mushu bir salamlash nimasiga o'zgartgan. Endi masalan, har xil millatlarningki dunyodagi har xil rayonlarningki o'zi xos hamda shu tabiiy sharoit bilan va har qaysi sharoitlar tufaylidan hamda nima qilgan deganda xuddi hanzochiga o'xshash tushirlama, tufanlama degan. Va yoki misol nima desanglar, masalan angliyalik o'xshash "It's a fine day today." Wow, ajab ababek yaxshi bo'libdi-ya bugun, va go'zal bo'libdi-ya. Demak, hamda shularniki bir salamlash so'zidagi shunaqa ingliz tilida ishlatib qo'yadi. "It's a fine day today." Okay. And then in back in Asmanda. Okay, qarsanglar, there are some clouds in the sky. Okay, and the yerga there are bar. Okay, bar shunama? Some clouds. Okay, bir nechta nima bulutlar. Some clouds. Bir nechta bulutlar bor. O'rnicha nada? In the sky. Yaxshi. Shu osmonda in the sky deganimiz nima? Dunyodagi birdan bir narsalarga hamda nima donishlar in the sky, osmonda. Shunami? Yer sharining shu bir osmoni bor. There are some clouds in the sky. Demak, osmonda bir nechta nima bulutlar ekan. But lekin the sun is shining. Lekin quyosh qanday qoldi? Parlaydi. Qaranglar. Quyoshning ko'zoynaklari valildab ketibdi. Ko'ranglar. But the sun is shining. But the sun is shining. Okay. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Biroq quyosh qanday qotadi? Illiq nurini chechayotadi, chaqnayotadi. Okay? Qaranglar. Ma bir oila kishilar ekan-ku. And then Mr. Jones is with his family. Okay, Mr. Jones. Miss Jones apandim is bo'lsa with bilan his family. Shu oilasilar bilan birga. Demak, Mr. Jones with his family. Mr. Jones apandim u oilasilar bilan birga. Endi qaranglar. Men muallim bilan birga. I am with bilan birga. Shunami? My teacher. Men muallim bilan qanday birga. I am with my teacher. Shunami? I am with my teacher. Okay? I am with my teacher. Okay?